Assalomu alaykum do'stlar. Biz damliq hukmdor qush darskini damliq so'zlab o'tsak, oldin qatim biz Gongnom Mokay, ya'ni bu deb ataymiz hamda qurilma iqtidori turini tanishib bo'ldik hamda Gualishangan, ya'ni boshqarish turi turini tanishib o'tdilar. Buning birinchisi bekatning statik iqtidorini qo'zg'atamiz degan turkan. Bu turni biz odat o'rindagi mo'rin holatga imkon bor tegmaymiz. Hemen o'zgarish ko'gizish zarur bo'lganligini tushuntirib o'tay. Masalan, qiladigan bo'lsak, nima desa, ma'lum bir tema yo'llangandan keyin shu temaga beradigan baholar ham o'chiradigan ahvollar. Mani masalan qilib aytaylik, qisqa. Masalan, bekatniki bosh betnechi birdan tema yo'llay. Masalan, men hozir o'ringa bir dona sinoq tema shaklida bir tema yo'lladim. Masalan, men o'rindan birdan mashg'ulot qilib boqay. Masalan, men tahrirlash. Bu tahrirlash mashg'ulotiga doir gap emas ekan. Masalan, men temani o'rindan o'chirib boqay qani. O'chirish degan xatni bosib bo'rni mashg'ulotlarni tanlang dedi. Masalan, qaraydigan bo'lsak, mana e'lon mazmun maqsadli tema, nachar mazmun bilan tema birdek emas degan gaplar chiqdi-ku. Hozir biz qaraydigan bo'lsak, mana dal mashhurga yozilgan xat turindagi hozir biz bermoqchi bo'lgan baholar. Buni xohlagancha o'zimiz tanlab yozib olsak bo'ldi. Masalan, yana birini yangidan qatayli demoqchi bo'lsak, mas'uliyat yuklanmagan degandek har birini bir turga qatib qo'ysak ashunga chiqadi. Ma'ning o'zi pingfin, ya'ni baholash iqtidori. Shu temani bog'lagan vaqtning o'zida hozir biz bu yerda baholash degan turi yo'q. Baholash iqtidorini ochmadik, buni so'zlab o'tib shu vaqt qaytilgan gaplar. Ondan keyin o'rindanmi faqat shu birinchi tur tursi bo'ldi. Boshqa yerda tagmidoq. Ondan keyin bu ikkinchi turni saqlab o'tdik. Bu tur tugidi. Amdiki masala uchinchi tur duty radian, ya'ni bekatninki qizg'inlik temasini belgilash. Bu yerda umumiy ya'ni qizg'in avat temalarninki saqlanish muddatini 15 kunda bir qatim yanglab bergan gap. Ammoning o'zi 50 bo'lsa, shaklda 100 qatim ko'rilsa, ostidagi rasmiy shaklda 200 qatim ko'rilsa, ostidagi rasmiy shaklda chiqarib berdi. Odatda biz buni tanishimsak bo'ldi yoki o'zimizning ehtiyoji bo'yicha shu belgilar chiqsa azalan qiziqishni uchun masalan 5, 10, 50 degandek o'zimiz xohlagancha o'zgartib olsak bo'ldi. Keyingisi juti pinja, hozirda bayonda o'tgan temani bog'lash iqtidori. Demak bu fov, ya'ni qo'zg'atuvchi holatda. Endi men buni qo'zg'atay. Bu qaysi iqtidor esa masalan hozir men 3 ta odam turib tarqitish, ham bahrlash, saqlash qatorliqlarlar. Endi biz ma'rundan mashu pinja deganni bossak, bu yerga azaning bog'lashlar qilmasdan shu qilib o'tdik. Bu yerda ikki dona tanlash chiqdi. Birisi qo'llash, ya'ni birisi qarishi. Buni qo'llash demay, masalan oldindan bir ichib ko'rib boqaylar. Undan keyindan ma'rundan o'zining temasini o'zi baholay olamdi deydi. Yo'q. Odatda o'zining temasini o'zi baholamaydi-ku. Masalan, tejab qilib o'tdim. Undan keyin men bir bat yanglab boqay. Mana qaraydigan bo'lsak, qo'llash, qarishi degan ikki dona xat chiqdi. Biz buni o'zimiz mushrini o'zgartib olsak bo'ldi. Masalan, qo'llayman nachar deb yozib qo'ydim hozircha. Ko'rib o'tli. Mana qo'llayman nachar deb o'zgardi. Masalan, buni bir besibman, nima qilib boqay. Masalan, qalamni o'z temangizga baho bermaysiz deb atadi. Mushnaga boshqalarning temasini bog'lashga ishlatilgan gap. Ma'lumot qisqartirish mishagicha bo'lsin. Xayr xo'sh.